Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar Erkin Tunkefon kanaliga kuzatib bormoqdasizlar. Biz yana bir obyektimizda juda ham sifatli, so'nggi dizayndagi, high-tech fasondagi Tunkefon ishlarimizni o'z yakuniga yetkazdik. Agarda sizlar ham uyingizni fasad qismlarini yoki mini marketlaringizni fasad qismlarini yoki mo'ykalarni mana shunday tepa fasad devorlarini Tunkefonlar qilmoqchi bo'lsangiz, bu videoda ko'rishingiz aniq shart aziz do'stlar. Sababi bu obyektimizda so'nggi dizaynda juda ham chiroyli fasondagi Tunkefon ishlarimizdan qilib berganmiz. Agarda sizlarga ham shunaqa sifatli, kачествовали Tunkefon xizmatlari kerak bo'lsa, ekranimizda ko'rsatib o'tirgan nomerlarimizga aloqa chiqib buyurtma qilsanglar ham bo'ladi aziz do'stlar. Video roligimizni oxirigacha kuzatib borsanglar, bu obyektimizga necha pul ketdi, necha kvadrat Tunkefon ishlatdik, shu haqida batafsil ma'lumotlarimizni berib o'tamiz. Videomizni boshlashdan oldin esa do'stlar, Erkin Tunkefon YouTube kanaliga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Hamda shu video roligimiz yana ham rekomendatsiya chiqishi uchun kommentariyada o'z fikringizni yozib, videomizga like bosish esdan chiqmasin. Unda biz video roligimizni boshlaylik. Do'stlar, bu obyektimiz Andijon viloyati Asaka tumani To'rtosh mahallasida joylashgan. Bu obyektimizga sanomoyka tushmoqda. Shu sanomoykamizni bo'lni fasad qismlarimizni Tunkefonlar bilan bezab berganmiz. Endi mana shu Tunkefon ishimiz haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Bu obyektimizga mebel svetli tunkamiz bilan, oq rangli svetli tunkamizdan foydalanib, mana shunday figurali qilib bukkanmiz. Sababi ancha-muncha zarb teganda, udar teganda bukilmasligi uchun ko'rib tursa juda ham chiroyli, juda ham go'zal bo'lib chiqqan. Tepa tomonlarini ham ko'rib turibsizlar. Ustakalarimiz yana bir xilda terib, yumshalarni cho'tki keltirib qo'ygan aziz do'stlar. Hamda mana bu yonboshlarni ham ko'rib turibsizlar. Akfamizning yonboshini ham mana shunday chiroyli qilib bukib, yonboshlarni keltirib, ustani mahorati mana shundan ham bilib olsa bo'ladi aziz do'stlar. Hamda burchaklarni keltirib qo'ygan ko'rib turibsizlar do'stlar, oshcha kesmasdan yonboshdan cho'tki keltirib bu joylarini kafir qilinadi. Shuning uchun ham oxirigacha yonboshlarni ham keltirib, past tomonlargacha yopishtirib, ustakalarning ishni juda ham joy-joyga sifatli qilib keltirib qo'ygan aziz do'stlar. Mana burchaklarni keltirib qo'ygan ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Ustakalarimiz burchaklarni cho'tki keltirib, akfamning yonboshlarini ham mana bunday qilib burchaklarni cho'tki, liniyalarni tekis qilib kesib keltirib qo'ygan aziz do'stlar. Ancha-muncha bukilmaydi mana do'stlar, mustahkam bo'lib chiqqan do'stlar. Fasad qismiga bemalol Tunkefondan qilsanglar ham bo'ladi. Do'stlar, bu obyektimizni Tunkefonning kvadratiga hisoblaganimizda 285 kvadrat Tunkefon ishlatdik. Ko'rib turgan polning fasad qismlarimizni mana bu tomonli binolarni ham Tunkefonlar qilib berdik. Tunkefondan tashqari bu obyektimizga suv tushib turishi mana bunday turbalardan o'rnatib berganmiz. 20 metr atrofida turbalar qo'yib berilgan. Hamda oldi shab ko'rib tursa, old tomonimizda suv tushib turadi. Buning ichki tomonida esa bestik tarnovlarimizni o'rnatib berganmiz. 35 metr atrofida ham tarnovlar o'rnatib berilgan aziz do'stlar. Shunda bu obyektimizga do'stlar 46 million so'm atrofida pul ketdi. Dollarga hisoblaganimizda esa 3600 dollar atrofida pul ketmoqda. Tunkefonimizning 1 kvadrat metrini barcha rasxodlar ichida 150 ming so'm atrofida qilib berdik. Sababi do'stlar, mana bu ko'rib turgan tunkamiz, mebel setli tunkamiz qimmatroq chiqadi. Shuning uchun ham 1 kvadrat metrni 150 ming so'm atrofida qilib berganmiz. Qolgan, ya'ni oq rangli, mokriy svetli tunkalarimizdan Tunkefon qilib beradigan bo'lsak, o'rtacha 140 ming, 130 ming atrofida chiqaveradi aziz do'stlar. Mo'ykamizda ustakalarimiz staj ishlarini olib borishmoqda. Bu tomonlarni esa shlipovkali stajkamizdan qilib berilgan aziz do'stlar. Bu joyimiz hozircha chang, yuvilib, cho'tki artilgandan so'ng juda ham chiroyli bo'lib chiqadi. Ustakalarimiz inshaalloh 1-2 kunda shu ish haqida polni kvadrat necha bo'lyapti, qanday qilinadi, bu qancha xizmat qiladi, shu haqida batafsil ma'lumotlarimizni berib o'tamiz. Do'stlar, sizlarga Tunkefon ishimiz haqida barcha foydali ma'lumotlarni berishga harakat qildim. Ozroq kamchilik bo'lgan bo'lsa, uzr do'stlar. Videomiz sizlarga foydali, manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta bir dona like-ni bosib ketish esdan chiqmasin. Hamda Erkin Tunkefon kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar Erkin Tunkefon kanalini kuzatib bordinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammanglarga ishlarga omad.